Mana bu narsani kecha kuni aytib o'tdim, men o'zim uchun zakaz qilganman. Elektriklarda instrumenti. Bu narsa juda ham kerakli narsa elektriklar uchun. Komplektida mana bunday cho'pilari ham bor. Bu narsa qayerda ishlaydi? Mana buni rozetkaga qo'yayotgan holatingizda mana ular chachiladi. Yokida razvedka ustanovka qilayotganingizda to'liq kirmaydi-da, bir-biriga tegib zamikani bo'lishlari mumkin. Yokida tok yaxshi kelmaydi. Shunday evaziga kabellar qatadi, qiziydi. Shunga bu cho'pini kirgizamiz. Bu chiqib ketadi. Shunda bu press apparati qisib qo'ysak, bu chiqmaydi. Kabellar chochilmaydi. Kabellarda qizishlar bo'lmaydi. Bu juda ham oddiy narsa, lekin qilayotgan vazifasi hamma uchun manfaatli.